Benim ismim Adam. Bir padişahlığının şahzadesi. Bu yerde sırlık Galistar kalesi var. Bu yolvaz benim en yakşı dostum. Bende sırlık güç kuvvet var. Lazım boğanda şemşirimni çıkırıp katlıkta olayım ben. Bu çağda yolvaz, eriş yolvazın aylının. Ben Heymenge, alemdeki en kudretli Adem'e aylınım. Benim özgür sırrımni dostum Şatıtberi solsunuz. Yasağı değil ve oku üç kişili bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi Bilantar kalesini kaygan olmasla bilen köreş kılınız. Kadam teşrif kılganlıkından intayin şeref his kılma, Zodak. Milletim insaniyetin işki işlerine aralashmaslık qasam qıqa. Bugün bu yerga kelishim sərmanlarga sep qo'yish desami bo'ladi. Bugün tahdidi bizning o'ylag'inimizdan eg'ir bo'lgan halokat xavfi oldimizda turmoqda. Bularning hammasini aytib keltirib chiqaga. Aqut qandaq bo'la, menga aytib bergin. Tarqitish asbobimning yordami bilan osonlik ko'rib ola olaysan. Biroq buningga ishonish qiyin. Lekin u rost. U yuz beryotidi. Uni cheklashning chorasini qilish kerak. Biroq sen itmirga arilishamaysa, men maqalaning sirtida qaramlik qilolmayman. Faqat o burkitiga o'zgaray. Bu balo qazoni osmon jismlaridagi birlik ish to'sab qola oladi. Sorcerers. U cheksiz qudratga ega Xeyma. Uni kishilar odam deydi. Vaqt yetadigandak qiladi. Sen bilirse bu yer bekşirak. Kel, tezroq mangayli. Biz o yizidan yiroq bo'lg'achqa podshoning buyrug'i bilan sen menga hamroh bo'lib bu yerga birga borsan. Odam shahzoda. Shundoq men buyrug'i binoan sana hamroh bo'lishga bir ko'rsatib qilsam bo'lmaydi. Meningcha bu yerda hech qanday sirliq ish yuz bermagan o'xshaydi. Tezroq bo'lsa bo'lmamdi. Qarab, u yer nirish bo'pti. Biz bo'ron chapqonga duch keldik. Ne bo'ldi deyla? Kichkina chaqmoq ovozida qo'rqatamsa? Bu yer bu nimiz? Qaraganda vaqt yanada jiddiy ekanda. Adam, yomg'ir kelishdan avval ashu tog'ni tekshirishga xeyli vaqt ketadi. Men seni ashu tog'ni saqlab turay. To'xta, barliq fursatdan foydalanib meni tatib berishimga bishorat beryapsansa? Bishorat? Yo'q, bu degan ilmiy paket. Mening kitobimda yo'q-ku. Uni tepishning faqat bir amali bor. Andaqda topayli. Bir shahzodani tog' bag'rini charlashga avatishning amali nihoyat ko'p. Men seni hammadan ish qila olaman. Ehtiyot qil, odam. Menimcha ig'ir besiq bo'lsam bo'lg'uday. G'alati bir narsani izlaydigan shahzoda bo'lishmoqsan emaskan. Ey, astaroq! Eng yaxshisi yasoqolga aytib qo'ysam bo'lg'idek, bu narsani tekshirib boqsin. So'rasiz! Odam, xatarlik ish yuz berdi, sen darhol Galistar qal'asiga kel. Dilani qada qilma, u bu yerga kelib meni izlamoqchi bo'lgan. Mashinani orqa tarafga qo'yib ber, o yetishib oladi. Yaxshi amma. Tezroq bo'l, odam. Men uzaydirilgan asabni ishlatib buni o'rdig'iman uzaytay. Biz hozirlik Galistarga qaytaylik. Nima bo'ldi, odam? Bilmedim. Qaraganda masala chiqqan o'xshaydi. Agar vaqtida ulgurib boramiz deyotganmiz, biz Xeyma bilan arshi o'sib o'zgarishimiz kerak. Biz yaqin atrofdan jang mashinasini topsak bo'lmamdi. Mavjudiyat atakılma! Ay, ben Xeyma!
faraz qilishimcha, u o'zi o'rni qaytib meni yolg'iz piyoda qoldirgan o'xshaydi. Biroz saqlab ko'raylik. Kim qilishi mumkin? Sen bir qattiq jangga duch keldigan bo'lding. Ehtimol bu sening hayotingdagi eng zo'r bir qatimliq jangdir. Sen osmon samon yo'lini olganmi? Meningcha u bir sir. U sir emas. Rost, mush yerda, Idmirda. Men sana aynakdan ko'rsatib qo'yay. Idmir odatdan tashqari bir osmon jismi. Chunki biz dal olamning markazida. Mana mush yerda. Biz tug'an joy necha million yillar ilgari portlash yuz berib olamni yaratgan. Osmon jismlarining markazida yuz bergan hiyliq portlashda bir yulduz yadrosi qilib qolgan. Mana shundan chiqqan energiya samon yo'lini shakllantirgan. Yulduz yadrosi qarab so'zlaganda u o'zini qo'zg'ay oladi, hammani qila oladi, zo'r kuch-quvvatga ega. Noma'lum bir davrda faqat ayrim olam yaratuvchilarlar yulduz yadrosining o'rnini bilatdi. Lekin uni o'rni hozir maxfiy bo'lmay qoldi. Hozir Skilitcha o'zining tunneli orqali Idmirning markaziga kelmoqda. O samon yo'liga borganda nemish yuz berganligini o'ylab yetalamsa, O Kalishkarni asalli gelib oldi. Sen cho'qim Skilitcha yetib berishdan avval yetib berishing kerak. Lekin qanday boramiz? Skilitchada tashish mashinasi bor, bizda yo'q. Onunla erişik tunneliga berib, ondan o'tib ketinglar. Eskartib qo'yay, o sening eng kuchli raqibing. Bu bir qatimliq qattiq jang. Texi yulduz yadrosiga tegib boqqan kishi yo'q. Samon yo'li seni ozdirdi. Sen cho'qim uning bilan jang qilishing kerak. Go'zal fazilatingni esingda chin tut. Tezman xiyman. Shimolga qarab tez olg'a. Oko, biz uni topdik. Men bunday qo'rqinchli ovozga hech. Skilitcha taftish etibdi. Ben qo'rqinchli. Qo'rqishning o'rni yo'q. Biz Skilitcha bilan samon yo'lining orasidagi bir kishidir. Bo'ladi. Men keldim. Men yetishdim. Men faqat olamdagi boshqa kishilarning bizning bugungi ishimizdan huzurlanishini umid qilaman. Osman! Orman! Tezroq harakat qilishmoqsan, ha? Nima? Toshma qattiqkan, bilamsan? Ya qattiqkan? Men tish mashinamni hech kim to'solmaydi. Agar ben kuchab kelsak mashinaning uchi galishib qoladi, buni bilamsan? Baloqnima, cho'qim erishishimiz kerak. Ha? Bir tajovuz keldi. Nimish? Heyman! E'laqim mas'ulluq. Qo'lan ishlari orlishidiga, men undan ehtiyot qilishim kerak. Ya, mening fikrim dal shu. Heyman! Birnimizda odamsan, ha? Mening bu yerga nima uchun kelganligimni bilsa, qanday badal turishimda qat'iy nazar men seni to'sayman. Olamda menga biror soatdan kerakligidek ish chiqmaydi. Heyman! Men sana hammadan o'ch. Heyman har qancha qudratli bo'lsa-mu, toshlar orasida ilgarilanmaydi. To'sib etdi. Skilitcha bizni to'sab qo'ydi. Sen Heymanni to'sab qo'yding. Bizni to'sab qo'yding. Biz qanday qilamiz, Skilitcha? Biz qanday chiqib ketamiz, ha? Detla. Men yulduz yadrosiga erishgandan keyin meni hech qanday kuch to'sa olmaydi. Bir amal qilaylik, Skilitcha hamon yulduz yadrosiga chanqal soldi. Bu toshlarni teshish uchun bir necha soatlik vaqtim ketgidek. Oko, sening Epson bilan toshlarni yutkishingni umid qilaman. Sinab ko'ray. Bugun men benim kuchi bilan buyruq qilaman. To'sam u g'oyib bo'l. Bu surat bilan tosh to'shaydigan bo'lsak, bu yerda bir joy turamiz. Oko, neri tur? Oy! Yaxshi qilding do'stim, lekin men keyin qilamizmikin deb ansirayman. Skilitcha yulduz yadrosini qo'lga kirgizmagan uchun u butun olamga hukmronlik qiladi, bildingmi? U chaqda men uningga bosh muammo qo'mondon bo'laman, bildingmi? Sen
Ben onun malum başkomandanı buluver. Tamam. Ha? Bu qandaq sende çıkmasını işitdi. Bana o'xshash mengisi ishlaydigan ishitdi. Uqdingmi? Söyleme. O beni malum başkomandan kılıver degan. Oldu. Yıldız yadrosu bu atrofda. Qudrat mening qo'limda. Heyman, Ne bo'ldi Arish o'g'lisi? qora. To'shak. Ben kichikka, lekin cho'ng Şinjan Yakan Muqam yurti yemek içmek mulazimet merkezi halkımızın yemek içmek adetiga asasen ilgar üskünü arkalıp mehnetkeş oğul kızlarımızın şiver kollardan şaksiz, ziyansız kuruşlardan ösümlük meyi, muç, samsak, su meyi qatarlıqlarını ham eşya qılıp işlep çıkarılgan tami özgüçe Muqam yurti yağ lazısını işlep çıkarıp her millet istimalçılarının samimi işençisiga ve yağ turup istimal kılışığı erişip gelmekte. Taamlarımızdaki isil tetutku, soğuğu salam kılıçtaki kozur mahsulat, Muqam yurti yağ lazısı. qilib bo'ladi. Chiqqanlarni ertiringlar. Bu yo'g'on tashlar bizning yo'limizda to'sib qololmaydi. Merhamet, yol açıldı. Çıtırayla, maşını kırıstan tişemleydi. O maşını uçunu bozup koydu. Bundan kadala. Bir taşlı mı yetkiyememse? Skeletşah, bu ikisini muşundak meğrışık salamsa, senin malaylarını elip gelmegeninge heyran ben. Bu edepsiz kalla. Bir neçe minuttan keyin bütün alemdekiler benim kulumga aylanıdı. Bir narsa degidek fırsat mı kalmaptı da. Bunchilik tiz emas, Heyman. Oku! Heyman, bu mening buyrug'im. Gepimni anglaydi deb ham xiyol qilma. Sen yakim abistek, mening shaxsiy milkimga aylanasizlar. Kalksan sana gaplar. Ben sehri kapıya dikildim. Peşin ökülde yağdı. Sehrin bilan bu xotirdan chiqib ketmaysan, ahmoq pistak. Ang yaxshi yiroq ket, Heyman. Bizning boshqa amalimiz qolmadi ya shu bo'lsa. Şigen kum! Bizcha qum u yerga yaqinlashdik Skeletcha. Yulduz yadrosi uchirsam uni toniy olamsan. Ben tanıyman. Ben qilmasam bo'ladi. Esimde kaldı. Ha, kaptım. Gel müşahede. Yıldız yadrosu çokum müşahede. Olmasdi! Olmasdi! Ular odam emas! Ben azaplandım. Bu yerde düz gidelim. Skelet şahının əsabı olmaganda bu gayri məxluqda qabul to'g'ri bo'lmaydi. Bu asabның kristallık kuşu yetmeydiken. Skelet şah, agar qiyin ahvoldan qutulaman deydigansa, eng yaxshi shartimni qabul qil. Yaxshi, sen yana nemi demeksin? Men o'rinlashtiray, ondan sen besim asbobingni ishlat. Lekin ishlatib bo'lgandan keyin bu yerdan cho'qib ketishing kerak. Sen yıldız yadrosini yolg'iz keldirmoqchi mi? Men seningdan ustun turadigan organdan buyrug'i bilan bu yerga kelgan. Buyruq? Yo'q, Skelet yo'q. Menden yuqori turadigan organ yo'q. Agar shartimga qo'shilmasang bir necha sekunddan keyin ular bu yerning xo'jayini aylanadi.
Her şey olursa bu yoqqa kel. Yıldız yadrosu. Lekin iskelet şahrimanda burun tepasida qoladi. To'g'ri, ammo aytibdim. Ehtimol bunga o'xshash narsa tepishi mumkin. Ancha o'xshamadi. Yana bir ketdi. Oho, shokolad parastik. İskeletşah, endi besim asabını işlet, tez bol. Heyman, sen mi ketme? To'xta. Borman, qaysin Heymanni tuta olsang, muavin bosh qo'mondan qilaman. Uni tutaman. Mushunda bo'ladiganligini o'ylagan. Tutma. Meni kelimdan qo'y. Bo'ldi, tez qaror qil. Vaqtimga daqsa qilsam bo'lmaydi. Tezlikda desa aksicha ostlaydi, kalva. Keyin ko'rishamiz. Manga ne yarış olsun? Aha, yıldız yadrosu. O menenki. O ahir mening qo'limga tushdi. Oyuncular kölenlep gitme. İkisinin bir sırası. Zadı kayısı. Yıldız yadrosu. Mendik sıras. Çünkü men baldır gelgen. Yıldız yadrosu. Anlattı. Meni çıkılmaydan tepezgi solap, bunu alemnin u tarafidagi eng soğuk ve eng yirak asman cismga olib taşla. Yolg'on ekan. Mardaqda qo'lini bıraktan. Undaqda sendik sırasken-da, ha? Sen benim bilan karışlaşışının faydası işkeligini bilirsen İskeletşah. Ben yıldız yadrosunun küçük kuvvetini egallab aldım. Alem senin rezilligini keçirmeydi. Ben bütün alemdeki rezilliklerini süpürüp taşlayman. Hiç qanday kuch bunu to'sqinlik qilolmaydi. Hech kim mening irodamga qarshi turolmaydi. Men nima qilmoqchi bo'lsam, shuni qila olayman. Bizning orlig'imiz ancha yiroq emas, shundaqmi, Heyman? Shundoq. Men sening nima uchun yıldız yadrosiga erishishga shuncha vola aldiraydiganligini bilaman. Chunki u zo'r qudratga ega. Heyman, sen nima deyapsan? Sen qabihlashding, Heyman. Men sezalayman. Undaq bo'lsa sen men bilan birga tur. Ikkimiz birlikda hukmronlik qilaylik. Hükümranlık? Bütün alemge hükümranlık kılımız. Heyman, yıldız yadrosini aldab yomon ishlarni qildirdi. Hushyor bo'l. Men baya nimalarni dedim? Go'zal fazilatingni, vazifangni esingda tut. Ben bundan foydalanib seni to'sa olmayman, İskeletşah. Yo'q. Biroq buning bilan sana taqobil tursam, senden ancha farqim qolmagandek. Bu yoqqa kel pistek. Biz so'siz bilan yana ko'rishmoqchi. Sodak, Qarshi olamiz Heyman. yıldız yadrosini ep keldik. Sen saqlab qo'y. Heyman, sınaqçı kişinin qaylıqlığında qalbiga erishdim. Sınaq? Shundoq, o'ylab ko'r. Yaqinda zo'r qalbiga erishdim. Amaliyotda u sening go'zal fazilatingni davomli sinab turdi. Mana u mening nima uchun İskeletshahga yıldız yadrosining o'rnini bildirishimdagi sabab. Sen shundoq qildingmi? Nima uchun? Chunki İskeletshahdak razil kishilarga yıldız yadrosining qudratini ishlatmadi. Hamda aldashqimi qarshi tura oldi. Heyman o'zining ismi jismiga loyiq qahramon ekanligini isbotladi. Esingda tut Heyman. Haqiqiy go'zal fazilat qandoq vaqt qurol ishlatmaslikni bilish. Xayr xo'sh, Heyman. Men ketdim. Xayr xo'sh, Sodak. Adam? Sen
sen ne kettin? Mundaq bo'ldi. Men o'sha dedim. Meningcha men kuzatib bo'ldim. Shunga qaytib keldim. Faqat ezib qoldim. Sen kuzatib bo'ldim, ezib qoldim deysan. Sening shahzoda ekanligingni eskartib qo'yishim kerakmi? Sen o'z mas'uliyatingni tushunib yetdingmi? Men esa yaxshi turmamdi. U sabab bo'lolmaydi. Agar u xil ovozning rosti zini bo'lsa. Zini? Qanday zini? Mundaq, agar biror xatarga yo'liqsang, to'g'ri, iskili shaq uchrab qolsang, hech chiqmaydi. Xiyman bilan erish yo'lisi bir taraf qiladi. Nima? To'g'ri pistak. Yana o'qimi bor. Ba'zi chaqlarda kishilarning boylarga yoki kuchli kishilarga aylang'isi keladi. Lekin ular buningga ergishib keladigan bir qator masala va mas'uliyatlarni o'ylamaydi. Bugungi hikoyada Xiymat sinoqdan o'tdi. U o'zining qimmatini saqladi. U yangi shakldagi qudratning oldishiga, shaxsiyatchilikning ozdirishiga qarshi tura oldi. U qanday chog'da qurol ishlatish yoki ishlatmaslikning muhimligini boshqalarga qaraganda obdan tushunadi.